Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, Farg'ona viloyatida ko'p qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. 2000 nafarga yaqin yakka kurash ustalari birlashtirilgan musobaqa terma jamoaga yangi nomzodlarni saralash imkonini berdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi yana bir nufuzli bellashuvga mezbonlik qildi. Sportning qo'l jangi turi bo'yicha tashkil etilgan O'zbekiston chempionati bahslarida mamlakatimizning barcha hududlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan mahoratli yakkakurash ustalari ishtirok etishdi. Musobaqani yuqori saviyada o'tkazish uchun Farg'ona viloyati hokimligi, O'zbekiston Milliy gvardiyasi, Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi, O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasi Farg'ona viloyati bo'limi va sport boshqarmasi tomonidan qilingan katta tayyorgarlik ishlari bellashuvlarni xalqaro darajada o'tishini ta'minladi. Kichik o'smirlar va yoshlar o'rtasida bo'lib o'tayotgan musobaqamizda 2000 ga yaqin sportchi qatnashyapti. Kuch tuzilmalari, huquqni muhofaza qilish organlari, harbiy xizmatchilarining ham qatnashishi musobaqada janglarning yana ham yorqin bo'lishini ta'minlayapti. O'zbekiston chempionatini o'tkazishdan yana bir maqsadimiz oldimizda turgan xalqaro musobaqalar, Turkiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionati va Dubayda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga yoshlarni saralab olish vazifasini bajaradi. Musobaqaning har bir kuni qiziqarli bahslarga boy tarzda o'tdi. Chempionatga qilingan puxta tayyorgarlik ishlari sportchilar va Farg'onaga kelgan mehmonlarda katta taassurotlar qoldirdi. Huquqni muhofaza qilish idoralarida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar va harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazilgan musobaqada Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, Prezident davlat xavfsizligi xizmati, Ichki ishlar va Farg'ona viloyati qo'l jangi federatsiyasi sportchilarining faolligi sezilgan bo'lsa, o'smirlar o'rtasidagi bahslarda Toshkent shahri, Farg'ona, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Samarqand viloyatlari vakillari alohida namuna ko'rsatishdi. Yakunda g'olib va sovrindorlarga diplom, medallar va esdalik sovg'alar topshirildi. Musobaqada alohida namuna ko'rsatgan sportchilar va qo'l jangini rivojlantirishga munosib hissasini qo'shayotganlar ham maxsus mukofotlar bilan taqdirlanishdi.